Nayza bilan nayza singari o'rtak mana qarang. Mana qo'lim qanday uchyapti. Siz ham tilingiz shunaqa bo'lishi kerak. Chapki. Mana sizga yoqimsiz holatlarga gapira olmaysiz-ku, ichingizga yutasiz. Ichimizga yutmasdan tovush orqali uni sepib yuboramiz. Qarang. Duduqlanib bitta joyga kirsangiz gapira olmaysiz, hammasiga mana bunaqa qilib qaraydi-ku, ana shu narsani eslang. Ketdik. Menda duduqlanish yo'q. Men kerak bo'lsa bukchani bo'lsa ham sepib tashyapman bu narsalarni. Sizda duduqlanish bor, siz yana aqlli, madaniy, tartibli turibsiz. Sal bukchaying, tufriklaringiz uchsin, otilsin, ko'zlaringizni yumib bunday qiling qo'lingiz bilan. Agar shunaqa vaziyat sizda bo'lgan bo'lsa, bo'lmaganda bunaqa vaziyat sizda. Sizni birov uyaltirmagan-a? Shunaymi? Bo'lgan. Nimaga unda menga sezilmayapti bo'lgan? Ahsin nomardlar, noshukurlar deganday. Ahsin nomard erkak degandek. So'zsiz aldoqchi degandek. Ahsin abuser degandek. Ahsin ayollarning orqasida bekinib yuradigan qo'rqoq kalamush degandek. Ko'rsating emotsiyalaringizni ham. Davay. Ana shunday qizarib, mamlaringizdan otilib ketsin. Tomirlaringiz ishib, mana shunday bug'ilganidan hozir ular yirtilib ketmoqchi. Bosimingiz uyg'onmaydi, yo'qol deydi. Senga qanaqa bosim beraman? Unga miya orqali, emotsiya orqali berishingiz kerak. Yetkazib. Raspevka.